Assalomu alaykum azizlar. Bugungi obzorimiz xalqimiz suygan, barcha fermerlarimiz suygan Belarus 80X modeli to'g'risida bo'ladi. 80X modeli 81 ta ot kuchiga ega bo'lib, qator orasiga, haydovga, yuk tashishga, xullas umumiy qilib aytganda universal traktor hisoblanadi. Nimani shlankasi ekan, do'stlar ham qiziqasizlarmi? Sizlar bu konditsionerning shlangi hisoblanadi. Bu modelda konditsioner bor. Xohlasangiz konditsionerli variantni, xohlasangiz konditsionersiz variantini xarid qilsangiz bo'ladi. Kabinani ko'ryapsizlarmi azizlar? Bahaybat, komfort. Umumiy qilib aytganda kabina zo'r. Konditsioner bor. Yoziz kunlarida konditsioner yoqib olib, mamki muzdekini choylarni qo'yib qo'yib, maza qilib ishlab, sovuq kunlarda kofe, muzika ishi bosib urish kerak. Magnitofon bor. Konditsioner bor. Umumiy qilib aytganda kabina juda ham qulay. 80X modelining narxlari 360 million so'm konditsionerli varianti, 325 million so'm konditsionersiz varianti. O'zingizga ma'qul bo'lgan variantni tanlab, Agrostro Leasing kompaniyasiga murojaat qilsangiz, 50% boshlang'ich to'lov qilgan holda qolgan summani hech qanday foizsiz 12 oy davomida bo'lib to'lash imkoniyatiga ega bo'lasiz.